Uyimizni hol qismidamiz. Ko'rishingiz mumkin. Korolevskiy haqiqatan ham zinani o'zi ham juda ham ko'p narsani gapiryapti. Xo'p, kartinkalari Abu Dabidagi oq masjidda kartinkasi tushirilgan bu yerga. Xo'p, uyga kirib kelganimizda o'ng qo'lda, chap qo'lda ikkita kichkina xonasi bor. Alohida nimadir qilib ishlatsa ham bo'ladi. Hozirgi zalni ko'rsataman. Zalni ko'rasizlar, mebel texnika hammasi упакованный. Remontga просто gap yo'q. Ustidan qo'l dard ko'rmasam, haqiqatan ham zo'r chiqibdi. Hammamizga nasib qilsin shunaqa uylarda yashash. Xo'p, bu yerda Allohga 99 ta ismi tushirilgan. Chiroyli 3D narsada qilingan, polностью ko'rasizlar. Bu yerda kichkina divanli zonasi ham bor. Ikkita kreslosi bilan. Bu rakursdan ko'rinishi. Xo'p, endi yo'lga spalniyaga o'tamiz. Spalniya o'zi ham birinchi etaj uchun kattagina qilingan. Haqiqatan ham alohida mehr berilgan har bitta xonaga. Bu rakursdan ko'rinishi, oynalari ham ko'ryapsiz, kattagina oyna tashib ketilgan.